15 kunda qurib bitkizib beriladigan yog'ochli uylar o'zimiz O'zbekistonda ham qurilish boshlanib qadrdonlar. Bu Sasnadan quriladi dedingiz aka? Da, Sasna. 100% Sasna. Kvadratga hisoblab berasizlarmi qurishni? Polni kvadratiga hisoblaymiz. Polni kvadratiga necha puldan chiqadi? Eng arzoni. Mana bu двойной varianti. Ikkitali. Ha, o'rtasi 10 sm utuplina bo'ladi. Bazalt yoki shunaqa utuplina qo'yiladi. Da. Umumiy necha santimetr? 20 mi? 20 sm. 20. Necha puldan arzoni poliga hisoblasangiz? Poliga hisoblasak, mana bu devoriga qarang. Devor bir qavatli bo'ladigan bo'lsa $350. Hamma yog'i kiradimi? Hamma yog'i. Mebelidan tashqari ham podkulish 15 kunda topshiramiz. Sanuzeli ham, pastda to'p yubor qilsa to'p yubor, hamma yog'i to'g'rimi? Hamma yog'i kiradi. Gap yo'q. Hozir Chimyon tog'lariga qurib berishyapti-ku, atmosferaga necha baho? Eng qimmati necha pulga boradi? Eng qimmat $500. Ikki etajga ham qilib beraverasiz. Ikki etaj, xohlasa 5 etajgacha qilamiz. Gap yo'q. Qaranglar, buni tomi nima desanglar, men reklama qilgan gipki serpisa bor, xuddi shundan qilib berishyapti-ku. Gap yo'q, lekin zo'r chiqadi. Noodatiy yechim ham tez bo'ladi. 15 kunda dedingizmi? Ha, 15 kunda topshiradi. Kadastr masalasi bor bizda. Ba'zida betonga o'rnatsak, kadastr so'raydi. Agar svoyaga qo'yib bersak, kadastr so'ramaydi, bez kadastr. Zo'r.